Mana Oltmiyda bo'lajak futbolist o'syapti-yu, ikkinchi Husanov, ha? Xabari bormi ularning futbolga qiziqmasligini? Между прочим, bizning bolamiz vrach bo'ladi. Ade yoshliklarida futbolist bo'lmoqchi bo'lganlar-da, lekin o'rtoqlari boqli uylangani uchun ular ham boqli uylanganlar. Oiz o'z o'rinlarida Doktor bo'lmoqchi edim. ko'rdingmi? Ular san orqali prosta o'zini orzusiga yetmoqchi. Biz nima ham qila olardik? Biz yaxshi bola qila olmaymiz, lekin men qilib bera oladigan odamni taniyman, xos. Nariyoqqa o'tib, meni fikrimni so'rab yuboring, udikladan. Bo'ldi. Hal qilamiz. To'xtalaring. Bolani o'zini qiziqishi bordir. Dangal lo'nda gapirasan, yo'masam ishonishmaydi. O'zim nima deyishim kerak edi? Tak, hozir bir sekund. American University of Technology'ga topshirmoqchiman, chunki u Arizona State University bilan hamkorlikda ishlab, xalqaro standartlar asosida ta'lim beradi. Eng zo'r universitetlar orasida top 1% qatorida. Jiyan, Amerikada nima bor? Undan ko'ra Yevropaga bor. O'sha yerda futbolchi bo'lib, nimadirlar qilsang bo'lmaydi. Kamiga mashinali ham bo'lib qolarmiding? Yo'q, undan ko'ra men ikkitali diplom olganim yaxshi. Voy, nima qilarding bolam? Chetda ko'rib kelarding. Biz ham sen bilan birga ko'rardik. Magistraturani so'ravering, magistratura. Ezvording. Magistratura nima bo'ladi? Magistratura uchun ham xuddi shunaqa programma. 1 yil bo'tdi, 1 yil Amerikada yashaydi. Jiyan, voqliroq aytmaysan. Mana Takkasaldan Qodiralini ham o'sha yerga hujjat topshirtirib yuborardim. Amaki, hali ham kech emas, chunki qabul 31-avgustgacha ochiq-ku. Jigar. Dodangga rahmat deb qo'y. Vay, esimdan chiqibdi-yu. Bu yerda 4+1 programmasi bor-ku, axir 5 yilda ham bakalavr, ham magistraturaga ega bo'lasiz. Bo'ldi-da endi.